oliy darajadagi muloqot paytida yoki muhim siyosiy voqea chog'ida va yoki davlat uchun katta ahamiyatga molik bo'lgan joylarda mamlakat harbiylarining ramziy qiyofasi sifatida faxriy qorovul saf tortadi. Diplomatik qoidaga binoan davlat rahbarlari ularga salom beradi. Ularning qo'lidagi davlat bayrog'i oldida ta'zim qilib o'tadi. Faxriy qorovul davlat boshliqlariga eshik ochadi. Davlat boshliqlarining nomidan yodgorliklarga gul qo'yadi. Bu bejiz o'ylab topilmagan. Faxriy qorovul mamlakat nufuzining timsoli bo'lib gavdalanadi. Va mana shu timsol hammaning havasini keltirishi lozim. Har holda o'zini hurmat qilgan mamlakatlarda shunday. Bizda ham shunday endi. Faxriy qorovul batalyoni harbiy xizmatchilari, nufuzli rasmiy tadbirlar va bayramlar ularsiz o'tmaydi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Faxriy qorovul batalyoni shaxsiy tarkibi davlatimizga tashrif buyuradigan chet el delegatsiyalarini kutib olish hamda kuzatish tadbirlarida respublikamizdagi davlat tadbirlarini yuqori saviyada o'tkazishda doimiy ishtirok etib keladi. Milliy gvardiya faxriy qorovul bo'linmasi saflarida harbiy xizmatni o'tayotgan ofitser, serjant va oddiy askarlar doimo jismoniy jangovar shay holatda bo'lish uchun muntazam ravishda rejada belgilangan jangovar va maxsus tayyorgarlik mashg'ulotlarini olib borishadi. Ularga yuklatilgan vazifa o'ta mas'uliyatli bo'lganligi sababli o'qotar qurollardan ham mohirona foydalanishadi. Dala o'quv maydonlari va maxsus o'q otish tirlarida doimo shug'ullanib, o'z tajribalarini orttirib boradilar. Mazkur bo'linma O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari qo'shinlari orasida eng sarasi hisoblanadi. Ular turli vaziyatlarga tayyor bo'lish uchun taktik o'quv mashg'ulotlarida qatnashadi. Shu sababdan ham faxriy qorovul bo'linmasida sari o'g'lonlar harbiy xizmatni o'tashadi. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi faxriy qorovul batalyoni tarkibida 6 ta vзвод qo'shinlari mavjud. Hozir 3-faxriy qorovul vзводimiz O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrif bilan kelgan chet el davlat rahbarlarini aeroportda kutib olish tadbiriga saflangan. Qanunda bir jarayonni ko'raylik. Xo'p bo'ladi. Batalyon o'y tomondan kutib olishga. Biri. Hop. Faxriy qorovul saf tortganda sizu biz sezmaydigan juda ko'p jihatlar bor. Tayyorgarlik jarayonida bu borada mavjud kamchiliklar aniqlanib, askarlarning mahorati oshiriladi. Kichik serjant Nabiyev, o'ng quloq chap quloqdan yuqori bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Rahbarlarni kutib olish vaqtida o'ng tomondan bo'lsa o'ng quloq yuqori bo'ladi, chap quloqqa nisbatan ozgina, ko'p emas. Chap tomondan keladigan bo'lgan vaqtda chap quloq o'ng quloqdan sal yuqori bo'ladi. Avron necha yildan beri faxriy qorovul safida xizmat qilasiz? Faxriy qorovul batalyonida 5 yildan xizmat qilaman. Faxriy qorovulga balki ruxsat bersangiz, sal erkin gaplasharmiz. Bizni faxriy qorovul batalyonida harbiy xizmatchilarimiz hozirgi holatda shu 1 soat, 1,5 soatgacha turishadi. Bemalol gaplashishimiz mumkin. Qiyinchilik tug'dirmaydimi? Aslo yo'q. Hozir ota-onangiz ham ko'rib faxrlansa kerak. Xuddi shunday. Keyingi maqsadlar qanaqa? Keyingi maqsadlar oliy dargohlarga kirib, ofitser unvonini olish. Batalyon. Pas. Ket. Prezidenti Rajab Tayyip Erdo'g'an faxriy qorovul sizni O'zbekiston Respublikasiga kelishingiz munosabati bilan tabriklandi. Faxriy qorovul boshlig'i Podpolkovnik Hanikov. Ushbu davlat tashrifiga yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rdi. Quvonarli tomoni faxriy qorovul batalyoni shaxsiy tarkibi milliy harbiy kiyimda ishtirok etdik. Oldingi libosimizga nisbatan bu formamiz ancha ixcham, qulay, yengil hamda o'zimizning Osiyo iqlimiga mos
qilib tikilgan va naqshlari bilan bezatilgan. Har bitta naqsh o'ziga xos chuqur ma'noga ega. Endi naqsh elementlari haqida ikki og'iz. Faxriy qorovul formasining yoqa qismida qayrag'och bargi naqshi ishlatilgan bo'lib, u qat'iyatlilik va puxtalik ma'nosini anglatadi. Ko'krak qismidagi naqsh elementining chet qismida geometrik naqshlar tasviri berilgan. Ushbu naqsh elementi olamning cheksizligi, abadiylik, yorug'lik, borliq, mukammallikni ifodalaydi. Kompozitsiyaning ichki qismida tasvirlangan kurtak bahor, uyg'onish ramzi, bodom esa baxt, iqbol ramzi sanalgan. Yeng uchida kvadrat naqsh kompozitsiyasi aks etgan. Kvadrat dunyoning 4 tomoni, osmon saroyi, quyosh farzandi, mustahkamlik ramzi hisoblanadi. Kamar markazidagi qirrali naqshlar kuch-qudrat, uning ichki qismidagi 8 qirrali yulduz esa mardlik, himoya, tinch totuvlikni oilada barqarorlashtirish, jasur o'g'lonlarni tarbiyalash ma'nosini bildiradi. Bir-biriga tutashgan pechak gullar esa islomiy naqsh sanalib, inson hayotda o'sib ulg'ayishi davomida qiyinchiliklarni sabr-toqat bilan yengib o'tsagina maqsadiga yeta olishiga ishora qilingan. Asosan sabr-toqatlilik ramzi sanalgan. Yangi forma holiga nisbatan yengil, havo o'tkazuvchan, ranglari yaxshi, milliyliklari ajralib turadi boshqa formamizga nisbatan. Bu naqshlar o'zimizning ota-bobolarimiz Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur qo'shinlarining harbiy liboslaridan andozalar olib tikilgan. Bu harbiy libosimiz bizning shaxsiy tarkibimizga o'zgacha kuch-qudrat, g'urur bag'ishlaydi. Batalyon 10 gir. Adam boz. Bizda doimiy tadbirlarda chiqadigan bayroqdorlarimiz ham bor. Hozir bayroqdorimiz kichik serjant Jo'raboyev Nizomiddin shu O'zbekiston bayrog'ini shu davlatimiz tadbirlarida olib chiqadi. Xorijiy mamlakatlar rahbarlari va hukumat vakillari tashrifi chog'ida prezident qarorgohida eshiklarni ochish vazifasi ham faxriy qorovul zimmasida. Bir qarashda oddiy ishdek tuyulsa-da, ammo diplomatiyada bu harakatlar ham oliy martabali mehmonlarda ushbu mamlakat imidji haqida tasavvur shakllanishida muhim hisoblanadi. Faxriy qorovul safida egizak harbiylarga ham ko'zimiz tushdi va ularni suhbatga tortdik. Biz Faxriy qorovul batalyonida Hasan Husanlar ham doimiy xizmat qilamiz. Ko'pincha bizda yuzi bir xillar ajratib olinadi, juf-juf qilinadi. Bizga yutug'imiz shu yuzimiz bir xil bo'lganligi, bizning jufimiz bizda muammo bo'lmaydi o'shanisi. Lekin baribir ham shu Faxriy qorovulda hammamiz bir joyda xizmat qilganimiz uchun juda ham aka-ukada yaqin bo'lib ketganmiz. Keyingi maqsadlarimiz xudo xolasa shu Faxriy qorovulda yaxshi xizmat qilib, xizmatimizni yaxshi davom ettirib, prezidentimizni yuzini yerga qaratmasdan doim bizga qo'yilgan vazifalarni o'z vaqtida a'lo darajada bajaramiz. Hayotdagi shiorimiz burch, sadoqat, jasorat.